Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan Ustoz Muhriddin. Aziz tomoshabinlar, bundan oldingi chiqargan videolarimizda juda ham kamchiliklari ko'p bo'lganda, shuni hisobiga mana xudo xolasa yangi obyektimizni boshladik. 22 lik qishloqda, shunaqa 22 likda. Shu videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Xudo xolasa barcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Sizdan ishonch, bizdan kafolat. Qana bo'lmasa, videorolikimizni boshladik aziz tomoshabinlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolasa chiroyli qilib dastlabki usturon bilan qilib beryapmiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 24-dekabr 2025-yil. Xudo xolasa hozir yangi obyektimiz kelganmiz. Men keldim Tojikistonga aziz tomoshabinlar. Ko'pchilik bundan oldingi qilingan ishlarni videosini qo'ya olmadik, nima qila olmadik. Xudo xolasa mana yangi solinishli batareya qo'yilyapti. Nechta panel? 9 tami? 9 ta panel, 6.2 kilovatlik inverter, 5 kilovatlik batareya. Eng zo'rlari qo'yilyapti xudo xolasa. Hozir mana profillarni ustunovka qilindi, cho'tki qilib, qoidaviy qilib. Xudo xolasa ana shu videoda to'liq ma'lumotni aytib o'tamiz. Qanchaga tushdi, nima bo'ldi, hammasini. Videoni boshlashdan oldin bitta joyga o'ltirib, bitta kofeni damlab, videoga like bosib, kommentariyani yozib, xudo xolasa nima xizmatlar bo'lsa, ekrandagi Usta Elyorbekning nomerlariga aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Usta Elyorbekning nomerlarini yozib qo'yamiz. Alo desanglar bo'ldi. Tojikistonda libo joyga dastlabki ustunovkalari bor. Tojikiston Bapesh, xudo xolasa videoni kuzatib boringlar. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa birinchi panelimizni ham ustunovkasi boshlaydi. Mana ko'ringlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ustunovkaga beramiz. Ana xudo xolasa aziz tomoshabinlar ketyapti. 3-panelni qo'yapmiz. Birinchi chiqargan videoroligimizdan so'ng juda endi gapirishda kamchilik ko'p bo'lgan, boshqa bo'lgan. Xudo xolasa bunda kamchilik bo'lmasligiga harakat qilamiz. Kamchilik qilmaslikka xudo xolasa mana qo'yilyapti mana Usta Abdurasul, pastda Usta Elyorbek, xudo xolasa mana jamoamiz bilan birga xudo xolasa qo'yilib borilyapti. Polni hamma ma'lumotni beramiz. Kanalimizga kuzatib boringlar xudo xolasa. Musaffo osmonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Ash nohiyasi 22 lik qishloqda xudo xolasa bu. Bizni musaffo osmonimiz xudo xolasa doim mana shunaqa porlab tursin. Xo'p, aziz tomoshabinlar, 9 ta panel qo'yilyapti. Maksimum o'sha 5400 watt beradi xudo xolasa. Ko'ringlar, mana ichkalarini ko'rsatamiz bo'lgandan keyin. Mana shu 9 ta panelimiz 5400 watt xudo xolasa tok beradi. Xo'p, ana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa 9 ta panellarimizni qo'yib oldik. O'sha 5400 watt maksimalni tok ishlab chiqadi. Beradi. Quyosh zo'r bo'lsa, zo'r bo'ladi xudo xolasa. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Ichkalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, ichkarisi ham xo'p 6.2 kilovatlik inverter qo'yilgan. 5 kilovatlik batareya bu. 5 kilovatlik batareya qo'yilgan mana xudo xolasa. Xo'p, avtomatlari ham lekin hali bunaqasi bo'lmagandi. Mana ko'ringlar. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib berdik. Hozir bitta ishlayapti. Hozir endi panel ulaymiz hozir. Paneldan ham zaryad olaveradi. O'zi ham svit kelsa, svitdan ham zaryad oladi, paneldan ham. Svit o'chgandan keyin o'zi avtomatik qo'shiladi. Avtomatik qo'shiladi xudo xolasa. Xo'p, mana hozir quyoshimiz yaxshi, osmonimiz musaffo. Porlab turibdi. Hozir bitta panelni qo'shgandan keyin sirazi o'zi zaryad olishni boshlaydi. Xo'p, mana xudo xolasa aziz tomoshabinlar, qo'yib oldik. Hozir paneldan olyaptimi o'tadi? Mana paneldan ham olyapti zaryadi aziz tomoshabinlar. Agar quyosh o'sha panel quyosh bo'lmasa, svit bo'lsa, svitdan olishni boshlaydi degan. Agar quyosh emas yetmasa quvvati. O'shanga hozir mana xudo xolasa panelimizdan olyapti. Ustunovkalari bo'ldi. Xo'p, zazemnilar juda ko'p ustolar e'tibor bermaydigan eng nozik joy mana shu bo'ladi, zazemnilar. Xo'p, avtomatlari ham xudo xolasa polni bo'ldi. Mabodo tok ko'payib ketib qolsa, mana bu narsa o'ladi, inverterlar ko'ymaydi keyin. Juda ko'p ustolar bunaqa narsani qo'ymayapti, inverter ko'yib qolib, keyin uyiga juda qimmatga tushyapti. Shuni ham inobatga olasizlar aziz tomoshabinlar. Mana hammasi qoidaviy bo'lgan. Xudo xolasa tok ko'payib ketib qolsa ham bu arzimagan pul turadi. Og'ishtirib qo'ysa bo'laveradi keyin. Sizdan ishonch, bizdan kafolat. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa biz sizlar uchun xizmatdamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, mana bugungi ustunovkamizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Xudo xolasa hozir mana endi uyga kelib joylashdik. Xudo xolasa polni hisob-kitobini qildik. 9 ta panel, 6.2 kilovatlik inverter, 5 kilovatlik akkumulyator qo'yildi xudo xolasa. Ana shu ustunovkalar bilan, dastlabkilar bilan birga Ash nohiyasi 22 lik qishlog'iga plus minus 25 ming so'mga ustunovka qilindi. 25 ming so'mga ustunovka bo'ldi. Agar sizlar ham qo'ydirmoqchi bo'lsanglar, misol o'sha ketadigan materiallar rasxotini hisoblanadi, mumkin ko'proq, mumkin kamroq bo'lishi mumkin. Shuni ham inobatga olasizlar. Ta'ni internetda buncha degansiz, nimaga endi oshib ketdi deyishinglar mumkin.
Shuni hisobiga misol ketadigan material hisoblanadi. Misol kabellari ko'proq ketishi mumkin, avtomatlari arzonrog'ini, qimmatrog'ini qo'yishingiz mumkin. Shunga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekrandagi Usta Elyorbek nomerlariga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Tojikiston bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar.